Sirdaryo viloyat OITSga qarshi kurashish markazi tomonidan matbuot anjumani tashkil etildi. Sirdaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasida o'tkazilgan tadbir orttirilgan immun virus infeksiyasi yuqishini oldini olish va kasallikni bartaraf etishga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvardagi odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallikka qarshi kurashish tizimini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 14-sonli qarori ijrosi bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Sirdaryo viloyati OITSga qarshi kurashish markazining tashabbusi bilan Sirdaryo viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbir davomida aholi hamda yoshlar o'rtasida OIV infeksiyasining yuqishini oldini olish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Bu borada targ'ibot aksiyalari o'tkazilishining muhimligi ta'kidlandi. Shuningdek, sog'lom turmush tarziga rioya qilish, aholi o'rtasida sog'lom hayot tarzini shakllantirish bo'yicha tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Xabarlaringiz borki, 2025-yilning 1-noyabridan 1-dekabrgacha viloyatimizda sog'lom hayot sari birgalikda shiori ostida profilaktik tadbir o'tkazilyapti. Bu 1-dekabr Butunjahon OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan viloyat hokimligi bilan birgalikda chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, har bir muassasa tashkilotlarda tadbirlarimiz bo'lib o'tyapti. Bugungi matbuot anjumanimiz ayni mana shu tadbirlarimizni o'tkazilishi yuzasidan bir hisobot shaklida tashkil qilindi. Bunda demak hamkor tashkilotlar vakillari taklif qilindi. O'ylaymizki, OITSga qarshi kurash ishi bu faqat OITS markazining emas, albatta butun viloyatimizdagi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda qilinadigan ish deb hisoblaymiz. Bundan maqsad o'sha hamkor tashkilotlar, davolash profil muassasalarining rahbarlari, shuningdek ommaviy axborot vositalari orqali xalqimizni mana shu OITSga qarshi kurashish muammolari bilan tanishtirish hamda profilaktik choralarini oldini olishni, qaysi kontingentda kasallik ko'proq uchrayapti va nimalarga e'tibor qilinishi kerak, mehnat migrantlari orasida kasallikning ko'p tarqalishi munosabati bilan ularni ota-onalarini ogohlantirish, shu kabi profilaktik tadbirlarni ommaviy axborot vositalari orqali butun Sirdaryo viloyati xalqiga yetkazishdan asosiy maqsad qilib belgilaganmiz. Matbuot anjumanlarining o'tkazilishi aholining tibbiy madaniyatini yuksaltirish, yuqumli kasalliklarni erta aniqlash hamda ularning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.